Salom, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun videomiz planshetlar bugun nimaga kerak? Men nega bugun bu haqida fikr yuritmoqchiman. Videoda tomosha qilsangiz ehtimol sizga ham foydali bo'lishi mumkin. Bugun planshetlar bugungi yosh avlodlar va siz yurgan avlodlar uchun, yosh avlodlar uchun juda ham kerak. Telefon bu juda ham qulay. Unda har balo bor. Uni xohlab televizor qilib, xohlasa Instagram, xohlasa telefon qilib qo'yib, hisob-kitob qilib ishlasa, sun'iy intellektlari bo'lasa telefon har sohada kompyuter va televizorni ortdan qoldirgan. Buni tan olishimiz kerak. Planshetlar kerak. Kimlar uchun kerak bu? Ishsiz yurgan, lekin ijtimoiy tarmoqlarda muntazam kirish kerak bo'lgan odamlar uchun kerak. Ish qidirib yurgan yoki onlayn ishlaydigan odamlar bo'lsa, ushbu odamlar uchun kerak. Ishsiz odamlarga nima uchun kerak? Ishsiz odamlar, masalan, ish qidirib yuribdi, lekin ishdan so'ng u internet, Telegram, Instagram, YouTube uchun kirishi kerak. Shtobi u o'sha narsaga o'rganib qolgan. Ular uchun bu juda ham yechim. Telefonga qaraganda, yoniga bitta knopkali telefon qo'shib olsalar, ish vaqtida knopkali telefonda suhbat, favqulodda qo'ng'iroqlar uchun ishdan chiqib, где-то 1,5 soat o'ziga qarab, so'ng bu narsa ko'rish uchun planshet ajoyib yechim. Men shaxsan shuni tavsiya qilaman. Shtobi mana shunaqangi sharoitda yashaydigan yoshlar uchun ilmiy biror bir kontent ko'rishga ham vaqti tejaladi, ham ishda o'zini boyagi chalg'imaydi. Ish sifati oshadi va uyqu samaradorligi va vaqtini qadrlay boshlaydi. Ijtimoiy tarmoqlardan agar siz ko'p o'tirib yuborayotgan bo'lsangiz, ko'p foydalanib yuborayotgan bo'lsangiz, shtobi sizga meni o'zimda shaxsiy, agar ma'qul desangiz, o'zimda shaxsiy tavsiyalarim: 1. Telegramda keraksiz kanallar, guruhlar, botlar yig'ishtiring obuna bo'lishni. Shtobi vaqtingiz siz uchun muhim. Qolgan boyagi phishing reklama bir bo'la, bu kanalga obuna bo'lamiz, chegarlar, podpiska osamiz, o'tib bir bo'lalar qilamiz. Shtobi shunchaki siz vaqtingizni o'sha bo'lar bo'lmas qasangi narsalarga sarflayapsiz. O'sha vaqtni o'zingizni e'tiboringizga qaratib, o'zingizni muammolaringizni yechishga ishlatsangiz yaxshi ish bo'ladi. Instagramda bilamiz, bugun yoshlar juda ko'pchiligi Instagramda o'zingizga kerakli bo'lgan odamlarga, kerakli bo'lgan narsalar uchun obuna bo'ling. Sizga shtobi manfaat bersin u. Sizga shtobi siz o'shandan bir nima olib, hayotingizda o'sha narsa sizga asqotsagina o'sha kontentni qo'llab-quvvatlang. Obuna bo'ling. Bu gapim ko'pchilikka yoqmas. Agar sizni vaqtingiz o'zingiz uchun kerak bo'lsa, shaxsiy hayotda o'zingizni narsalaringizni taxlab olmoqchi bo'lsangiz, muammolaringizni hal qilmoqchi bo'lsangiz, shtobi bu siz uchun juda ham ajoyib yechim. Va bu narsada planshet bu juda ham katta rol o'ynaydi. Bu birinchidan olib yurishga noqulay katta ekran. Va ha deganda ma deb ilingan narsalarga kiravermaysiz. Shtobi siz vaqtingiz yo'q. Shuning uchun planshet ajoyib yechim. Hozirgi kunda mitta telefon hamma narsani deyarli o'rnini bosayotgan bir zamonda. Qulayliklar, shuni biling. Qulayliklar, juda ham kuchli qulaylik odamni dangasa qiladi. Instagramda har xil chegirmalar, aksiyalar va turli-tuman obuna bo'ling kabi narsalarga shtobi vaqtingizni kamroq ajrating. Ularga qo'shilmang, ishonmang, chunki ularning to'rtta qo'ygan narsasi mingta odam uchun hech narsa emas. Hech qachon yutolmaysiz. Bu mening shaxsiy fikrim. Shu narsalarni to'g'rilab olsangiz, hayotda ancha-muncha muammolaringizni hal qilgan bo'lasiz. Kitob o'qing.
kitob o'qish uchun, bir nimani qoralamalash ijod uchun ham planshet juda ham ajoyib yechim. Shtobi hozirgi telefonlarga qaraganda planshet qanaqasidan olish kerak? Shtobi o'zi narxiga yarasha bo'ladigan desa mana videoni qotirib barcha xaridchikasini keltiryapman. O'zi umuman qurilma olishda telefonmi, planshetmi farqi yo'q. Unda nimalarga qarash kerak? Xotira kengligiga bir, uning batareyka hajmiga, uning ishlash tezligi, displey 120 Hz, protsessori Snapdragon 7S Gen 2 masalan. Operatsion sistema bu ham muhim, chunki ilovalar shtobi siz olganingizdan so'ng muammo qilmay ishlashligi kerak. Iloji boricha arzonroq va o'ziga yarasha Android 14-13 bo'lsa, o'rta budjetniki juda ham mos. Xolos, mana shu narsalarga e'tibor bersak, juda ham ajoyib bo'ladi. Men shaxsan hozir tavsiya qilaman shu narsalarga e'tibor qaratishlarini. Telefon shtobi o'zim shaxsiy hayotimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, ko'pchilik ish vaqtida telefonga chalg'iydi va ish beruvchi bilan kelishmovchiliklarni sabab bo'ladi. Shuning uchun ishdan so'ng o'zingiz bir vaqt belgilab, o'sha vaqt davomida bir ko'z yugurtirib olish uchun ham desa qulay narsa. Kun davomida zaryad ketib qoldi, har xil ko'ngilsizliklar bo'lmaydi. Planshetlar to'g'ri hozir qimmat. Chunki qimmatligi nimada? Kam sotuv. Juda sotuvi kam, ko'pchilik olmayapti. Telefonni o'zlariga afzal bilishadi, lekin telefon eng nekomfort vaziyat. Aslida hozirgi kunda telefon emas, planshetlar to'g'ri yechim. Masalan, men shaxsan to'g'ri hozir telefonda video syomka qilyapman, no kelgusida planshet va yoniga bitta knopkali telefon. Shtobi aloqa alo deb yurishga. Siz u yoqda musofirchilikda ham bemalol o'sha ochib, oilangiz bilan salom alik qilishga yaxshi. Planshet kompyuter u qilsa ham bo'ladi, klaviaturalari bor. Bu hisob-kitob ro'zg'or buyumlarida bu chernovik ilovasi orqali hisob-kitob qilib uchun juda ham zo'r yechim. Men shaxsan planshetni qo'llab-quvvatlayman. Olishni tavsiya qilaman. Mana kamera tiniqliklari yetarli darajada. Surat tushish tiniq bo'lsa bo'ladi. Film ko'rish, masalan, mazza qilib film ko'rsa bo'ladi, katta ekran. Odam hisob-kitob qilish, xabarlar. Ishdan so'ng kallani qo'yib, qancha pul ishlab, qancha naqa qilyapti, chiqarsa bo'ladi. Ish vaqtida esa chalg'imaysiz. Knopkali telefon, alo. Bo'ldi, tushunarli, okey degan. Xolos, shunaqa gaplar. Siz vaqtingizni va ish samaradorligingizni oshirish uchun yuqoridagi tavsiyalarimda har biri: 1. Planshet olish, 2. Kam odamlarga obuna bo'lish va like bosib qo'llab-quvvatlash va guruhlarga kamroq qo'shilishni ushbu narsalarni ustidan chiqsangiz va ish vaqtingizni to'g'irlab olsangiz, mana shunday non ustiga sariyog' surganday zo'r bo'ladi. Tekst mana. U g'oya kelsa kallangizga. Shtobi siz bloger bo'lmasangiz bu narsalar. Xolos shunaqa gaplar. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.